Hammaga salom. Bugun biz Acara'ni mashhur bo'lgan D100 qulfini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu smart qulf dizaynini ko'rib ko'rishingiz mumkin. Juda ham minimalizmda ishlangan, ko'p dizaynlarga mos keladi. Hozir birin-ketin hammasini ko'rib chiqamiz. Komplektini birgalikda ko'ramiz. Mana shunaqa korobkada keladi. Bu yerda asosiy qulfimiz, chizmalar va unga kerakli bo'lgan hamma aksessuarlar, zaryadkalar chiqadi. Hozir birin-ketin buni o'rnatishga va sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Agar sizlarda texnik bilim bo'lmasa va qiyinchiliklar bo'lsa, buni qilmaslikka tavsiya qilaman, chunki xato qiladigan bo'lsanglar, noto'g'ri o'rnatib qo'yib, qulfni buzib qo'yishingiz mumkin. Birinchi bo'lib biz korpusini ochib olishimiz kerak. Bu yerda mana batareykaga joy ajratilgan. Hozir biz qulfni ulagan holda test qilyapmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Ichkari qismdan sizlar ko'rib turishingiz mumkin. Ichkari qismdan knopka yordamida sizlar avtomatik tarzda qulfni yopishingiz mumkin. Tashqi qismida esa bizda parolga, отпечаткаga va qo'ng'iroqga joy ajratilgan. Qo'ng'iroqni bosadigan bo'lsanglar, uyga ichkari qismdan ovoz chiqadi. Biz bu qulfni maketga o'rnatamiz. Sizlar asosiy eshigingizga o'rnatadigan bo'lsanglar, xuddi shu razmerlarga e'tibor bergan holda joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Eslatib ketaman, agar sizlarda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, mutaxassisni chaqirishni tavsiya qilaman, chunki har bitta noto'g'ri o'rnatilgan qismi sizlarga keyinchalik buzilishiga olib kelishi mumkin. E'tibor berishingizni talab qilaman, chunki bu yerda har bitta zapchastni o'z joyiga o'rnatishni va e'tiborli qaratishni tavsiya qilib ketaman. Xuddi shu instruksiya bo'yicha ketma-ketlikda har bitta zapchastni hozir biz yig'amiz. Endi qulfimizni tashqi qismiga, tashqariga o'rnatiladigan qismini o'rnatamiz. Ehtiyotkorlik bilan kabellarni o'tkazib, ikkinchi qismiga ulash uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir birinchi tashqi qismini biz qotirib olamiz. Ichkariga o'rnatiladigan qismiga biz hozir akkuratni kabellarni ulab, ichkariga joylashtirib, buni bir-biriga yaxshilab ulab qotirib olamiz. Batareykasini uyimizning ichkari qismidan o'rnatamiz. Buni afzalli tarafi Type-C yordamida to'ldirishimiz mumkin. Batareyka ancha vaqtga yetadi. 1 yildan oshiq ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Batareyasi tugashni boshlayotganda telefoningizga уведомление keladi. Bu qulfimizning afzalli tarafi ikkala tarafga ochiladigan eshiklarga bemalol o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, отпечатка va parol, NFC yordamida bu qulfni ochishingiz mumkin. Tashqaridan kalit yordamida ochiladigan joyi.
Qulfimizni yig'ib olganimizdan keyin hozir ilovaga ulashni birgalikda o'rganamiz. Akara Home ilovasini yuklab olamiz va bu yerda biza Add Device va shu qulfimizni topib olamiz modelini. Nastroyka tugmasini bosdik. Ko'rib turishingiz mumkin, bir martalik parol chiqadi. Bu parolni biz tashqi qismidan terib telefonga ulaymiz. Bluetooth yordamida ulanadi. Administrator parolini qo'yamiz, 2 marta qaytarib. Undan keyin отпечаткamizni kirgizamiz. Fingerprint. Отпечаткamiz ulangandan keyin nastroykani davom ettiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, uy ichkari qismidan bo'ldi, qulfimiz ulandi, ko'rib turishingiz mumkin. Akara ilovasidan endi biz ochib yopishimiz ham mumkin. Qulfimizni отпечатка, parol NFC yordamida ochishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizlar bu qulfni distansion tarzda ochmoqchi bo'lsangiz, sizlarga hub kerak bo'ladi. Hub nimaligini bilmasanglar, quyidagi nomerlarga bog'laninglar, sizlarga tushuntirib beramiz va qanaqa hubni tanlashga tavsiya beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'linglar. Sizlarda savollar tug'ilgan bo'lsa, quyidagi nomerlar sizlarga javob berishga tayyor.